dastlabki qaldirg'ochlari. Ustoz marhamat. Ilohim yo'llaringizni bersin. Olqishlab turinglar, olqish. Axborot texnologiya instituti sovg'alari bana berilyapti. Keyingisi 53-maktab 10-sinfi a'lo o'quvchisi bo'lajak shifokor biologiya fanidan tuman olimpiadasining g'olibi, A sertifikat sohibasi Musayeva Nozima G'ayrat qizi. Keling. Rahmat. Mana shu ikkinchi beradigan sovg'alar Axborot texnologiyalar universitetining sovg'asi deganimiz 500 ga beriladigan yo'q, o'sha Axborot texnologiyalar instituti sizlar kutib qoladi. Bilib qo'yinglar, o'sha bizda boyaga Murodillo va o'sha kelin Dilfuzaxon boshchiligidagi ta'sirlidagi institutlar hammalaringizda o'qishga kiradiganlarni kutib qoladi. Rahmat. Keyingisi 53-maktab 11-sinf o'quvchisi, xorij tili o'qitish bo'yicha eng yaxshi maktab tanlovining 3 karra g'olibi, eng kuchli 5 nafar o'quvchining bittasi, matematika fanidan olimpiada 2-o'rin g'olibi, xalqaro qizlar tanlovi ishtirokchisi, B2 ingliz tilidan, matematikadan C+ sertifikatlari sohibasi Abrorova Mohina Chingiz qizi. Muddatdan oldin talabalar bo'lgan o'quvchilarimizdan. Keling, Abrorova Mohina qizi. Marhamat. Keyingisi 53-maktabning 11-sinf a'lochisi o'quvchisi, ingliz tilidan B2, matematika fanidan C, ona tili fanidan B+ sertifikatlar sohibasi, muddatdan oldin talaba bo'lgan o'quvchimiz Temirova Nozima Abduzohidovna. Kel qizim. Sovg'ani olgan Axborot texnologiyalar menejment universitetidan. So'nggi o'quvchimiz 53-maktabning 9-sinf o'quvchisi, turli tadbirlar g'olibi, Zulfiya xonim izdoshlari ko'rik tanlovining mutlaq g'olibi, namunali xulqi, odob axloqi, sportchi, alpinist hamda san'atkor o'quvchimiz Nabijonova Dilzoda Husniddin qizi. Katta rahmat, hurmatli ustozlar, aziz mehmonlar, ilohim yo'llaringizni bersin. Bugun shuncha joy yo'l bosib kelganlar uchun Qamachi xalqi nomidan, maktabim nomidan, ota-onalar jamoasi qolaversin boshli ta'kidlarda butun kasb tuman maktabgacha maktab ta'lim bo'limi nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Endi bir og'iz so'z Javob aka o'quvchilarimiz bir og'iz minnatdorchilik bildirmoqchi. Endi vaqtdan ketib bitta agar siz eshitaylik. Marhamat, Mohina. Avvalambor shu davrada o'tirgan hammaga assalomu alaykum. Biz o'quvchilarni mehnatimizni, qilayotgan ishlarimizni amalga ko'rib, bizga ishonch bildirib, ziyolilar stipendiyasini tashkil qilganlaringiz uchun sizlarga kattakon rahmat. Bizga ishonib, bizga motivatsiya bo'ladigan ishlarni qilganliklaringiz uchun kattakon rahmat. Shu qatorda hammangizni kirib kelayotgan Ramazon hayiti va Navro'z olam yasharish bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman.